Assalomu alaykum Master Class kanalimiz obunachilari. Qaysi drabilkadan olishni bilmay o'ylanib yurgan chorva ishqibozlariga bugun sizlarga ikkitasi birda drabilkalarimizni tayyorlab qo'yganmiz. Birinchisi ho'l va quruq hashay mahsulotlarni maydalaydigan faqat o't uchun bo'ladi. Ikkinchisi esa mana bunaqa pilisosli o'zi tortib oladigan vakuumli drabilka bo'ladi. Video davomida ishlatib, tekshirib, yurgizib beramiz va narxlarini ham batafsil aytib o'tamiz. Bizni kanalimizda yangi kuzatib borayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Kuzatishda davom eting. Mana bunisidan birinchi boshlaymiz. Bu akula drabilkamiz temir lentali bo'ladi. Modellari 308 lik, boshidan oxirigacha uzunligi 170 lik deyiladi. Mana bu tarafidan temir lenta olib kirib ketadi, tortadi o'zi. Har qanaqa kichkina, katta o't, ho'l, quruq mahsulotlarni mana bu joydan yanchib beradi. Va bu oq pichoq, mana ko'rib o'tishinglar mumkin. Bu kusok qilib kesib beradi, 6 talik bo'ladi. Ancha qattiq material bo'ladi va bu kalyonli pichoqlarida bunisiga o'tkizsa, bu yog'ochini qoldirmasdan ancha mayin qilib, mol ham, qo'y ham yeydigan qilib beradi. Oshiqcha energiya sarflattirmasdan hazm bo'lishiga juda ham tez yordam beradi. Bu drabilkadan chiqqan o't hashay mahsulotlar mana bu tomonidan keyin otib beradi. Va ikki xil skorosda bo'ladi. Mayinroq, yirikroq bo'ladi. 1 sm ga 2 sm maydalab beradi va remen orqali, ikkita remen orqali harakatlanadi. Oddiy uy to'kka ishlayveradi. 220 ga necha kilovatga ishlatayotganingiz mana bu datchikdan o'zi ko'rsatib turadi. To'kka necha ishlatishinglar. 200 dan yuqori bo'lgan to'klarga tavsiya qilamiz. Bemalol ishlatib, mayin qilib hashay mahsulotlarni chiqarib beradi. Ramalari ham qalin shiveller bo'ladi. Ancha baquvvat narsa. Ikkita remen orqali harakatlanadi. Video davomida ishlatib, tekshirib yurgizib beramiz. Va eng ko'p so'raladigan motori admotkasi. Ya'ni bu yuragi bo'ladi. Admotkasi 100% mis admotkali bo'ladi. Shuning uchun 200 dan past to'klarga ishlatishni tavsiya bermayman. 200 dan yuqori bo'lgan 220 ni atrofiga bemalol ishlatib foydalanishingiz mumkin. Kilovatlari 3 kilovat max motor bo'ladi. Max motor degani ya'ni 6 kilovatga to'g'ri keladi. Ancha baquvvat narsa bo'ladi motori ham. Mana birinchi bo'lib mana bu tekin o'tdan boshlaymiz. Maydalashda. Hayvon yeydigan zakanni qirg'og'ida qanaqa o't mahsulotlari bo'lsa, o'rib kelasizda, shundan chiqarib bemalol beraverasiz. Hozir mana skoroskga urib oldik. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, juda ham mayin qilib tashlaydi. Silos darajada mana umuman yog'och qolmagan o'rtadagi kaltagi. Har tomonlama mayin qilib yuboradi. Makka poyalarni ham shunaqa silos qilib tashlaydi.
mana buni mayinligi. Mana. Endi quruq poyalarda ishlatib sinab beramiz. Orasida o'tan borib. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, quruq poyani ham mana yog'ochini qoldirmasdan juda ham mayin holatda qilib chiqarib bergan. Eniga ham, bo'yiga ham chopadi. Sababi buni pichoqlari shunga moslashgan. Mana ko'rib o'tishingiz mumkin. Juda ham mayin holatda. Mana. Umuman bundan chiqqan ho'l va quruq hashay mahsulotlar isrof bo'lmaydi endi. Xudo xolasa ichlarini ham ko'rsatib qo'yamiz, realniy bo'lsin. Hashay o'rab qo'ygan yoki turib qolgan joylari yo'q. Mana shunisi yog'ochini yo'q qilib yuboradi. 6 qator bo'ladi. Kalyonli juda ham qattiq material bo'ladi. Kombayn pichoqlari. Mana bular esa oq pichoq bo'ladi. Bu juda ham qattiq. Mana bu qusok qilib 6 pichoqli bo'ladi. Kesib beradi. Ikkitasi birda drabilkalarimizni faqat don mahsulotlarida maydalaydigan drabilkani sizlarga tanishtirib o'taman. Ishlatishdan avval mana bu pilisos orqali o'zi tortadi har qanaqa don mahsulotlarni. Bu bug'doy, makkalarda va bunga yana arpa, boshqa oqshaq, shunaqa arzon don mahsulotlarida un ko'rinishda chiqarib chorvachilikka bemalol ishlatib foydalanishingiz mumkin. Motor qismlariga keladigan bo'lsak, motor qismlari 100% misadmotkali bo'ladi. Necha tok ishlatayotganingiz bu yerdan ko'rsatib turadi. 220 ga ishlaydi. Kilovatlari toza 4 kilovat bo'ladi va 100% misli. Bundan tashqari bir soatiga 200 kilodan 250 kilogacha yorma ko'rinishda yoki un ko'rinishda mana bu 6 xil setkasida don mahsulotlarni chiqarib beradi. Mana bu pudra holatda kimga kerak bo'lsa yoki mana bu yorma holatda parandachilikka ham, chorvachilikka ham atalabob qilib chiqarib beradi. Mana bularida esa yemin ustiga sepib bersanglar ham bo'ladi bemalol. Bularni hozir ishlatib tekshirib beraman. Ichidagisi bilan o'rtacha setka qo'yildi. Ichidagisiga uni ham bir qator ko'rsatib qo'yay. Mana. Teshik razmeri mana shu holatda oson almashadi. Mana. Bu adashmasam 1,5 lik setka ekan, teshiklik. 1,5 liga o'xshayapti. Mana bulari esa 0,8, 1 lik, 1,2, 2 lik. Mana bunisi esa 4 lik setkalari. Mana razmerlari. Hozir bu o'rtachasi. Shunisida makka bug'doyda ishlatib sinab beramiz. Mana shu ko'rinishda solib qo'yasizlar, mana bo'ldi. Va bunisidan yopib qo'yiladi.
bundan qatirib don mahsulotlarida oz ko'pligini bundan legirovka qilib qo'yasizlar. Mana. 200 atrofida ekan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, ko'rib o'tishinglar mumkin. Bug'doy mahsulotlari un qilib juda ham mayin holatda 1,5 lik setkasi bo'lsa ham un ko'rinishda. Bu bug'doyni o'zi, mana bunisi esa makkani o'zi, mana juda ham mayin. Shu holatda hayvonni yemin ustiga sep bersanglar ham bemalol oshqozoniga yuqadi. Bemalol hazm qilib yuboradi. Mana bu ozgina oshib qoldi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, eng qiziq joyiga yetib keldik. Eng qiziq joyi bu narxida. Ikkitasi birda drabilkamizni narxini karra qiluvdik. 8 millionga chiqib ketdi. Buni sizlar uchun ikkalasini 12 ta viloyat dastavkalari ichida 7 million 300 ming so'mdan yetkazib beramiz. Yo'q, menga alohida faqat o't maydalash kerak desa, buni narxi 4 million 300 ming so'm chiqadi. Yoki faqat don mahsulotlarini maydalashim kerak desa, buni narxi 3 million so'mdan 12 ta viloyat dastavkalari bilan yetib chiqadi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilishinglar mumkin yoki do'konimizga tashrif buyuring. Manzilimiz Andijon aeroportining yo'li Qumbozorda joylashgan. Bundan da qiziq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqchani bosib qo'ying.